Hormon. Aka. Bola, qani qalaysan? Yaxshimi? Salomatlik zo'rmi? Kichkina qandaysan? Zo'rmi? Salomatlik zo'rmi? Qanday? Xuloga shukr. Nima qilyapsiz? Ko'rmayapsanmi mana? Shunday issiq jaziramada sizga zarur matematika o'qiysiz bo'lmaydimi? O'zi mardikorni bilasan-ku, otasining narxini qo'yib qo'ygan. 300 ga bitta mardikor, 300 ga 3 kilo go'sht beryapti. Siz hali eshitmadingizmi? Nimani? O'zi Afrikadan mardikorlar kelgan, yarim narxga ishlayapti. Qo'y, quloqqa tepma. Unnasini emsi shunaqa kelgan. Bitta olib kelaymi sizga? Afrikadan. Qo'ysan-chi, qop-qora bo'yidan olib kelaman. Ishingizni do'ndirib, chotka qilib, yarim narxga hammasini chotka qilib ketadi. Aka shunaqasi olib kelsan, deb qo'y. Bitta ziyofat menda. Aniq. Ziyofat qilmagan nima? Nima deysan? Kelishsiz-a? Keldik. Bo'ldi. Davay. Yo'q, ket, yur. Tavba qilib, Afrikadanmi-cha? Aka, hamma joy qora qilib tashladingiz. Nima qilyapsiz aka siz? Hech narsa demaysan, umuman gapirmaysan. Tushundingmi? 1 soatga 300 ming beryapman men senga. Odamlar bir kun ishlaydi pulni. Tushundingmi? Hech narsa demay, yur. Jip. Come on. Aka? Mana olib keldim-da. Voy, menasini engur. Ruhsinan qoravelardan qo'y. Oha, men aytdim sizga. Tavba qilib, kelgan ekanmi? Oha, mana. Bizlarning ishni biladimi? Mana. Qarang, men o'rgataman, qarang. Come on. Tu. Okay? Yes. Bunga borku, qarang. Ovqat bermaysiz. Yo'q. Suv ichmaydi. Ertalab xohlasangiz mashinangizni yurdirmaysizmi? Luboy istiqladi. Mana, ketdik bo'lsa, taq bering endi. Gap yur, haq mangdan. Yur. Ket. Dogovor bunaqa emas edi-ku. Bu o'zingizdanmi? 1 aprel. Yo'q.